Osmani sultanları. Sultan 3. Osman. Osmani dövletining 25. padişahı. Hüküm sürgen devri 1754-yildan 1757-yilgacha. U 1754-yili 13 dekabr taxtga chiqdi. Her padişah taxtga chiqqanda yig'iladigan taxtga chiqish alvanini bekor qildi. Bundaq qilishdagi maqsadi atrofidagilarni ta'sir ostiga elish edi. Uningdan sirt xazinami yetkuchillik edi. Bir rivoyatga qaraganda 3. Osman qilich osgan kuni Istanbulda cho'ng bir o't ofati yuz beribdi. Xalq uning qutsiz ekanligiga ishonibdi. U bu tushunchani yo'qotish uchun nurg'un sovg'at tarqatibdi. Sultan Osmanning davri qisqa bo'lib, ko'p voqealar bo'lmagan bir davrdir. Nuri Osmaniya masjidi yasalib ibodatga ichildi. 3. Osman 1757-yili 30 oktyabr g'alvirak kasal bilan vafot topdi. Qabrisi yangi masjidda qarindishi 1. Mahmudning yonida. الصديق فخرا وابن عفان البئر سلان والفاتح عثمان وابنتا شفين والغازي سليمان اسأل الرومان عنهم